Vinicius qonuni joriy etiladimi? Bir futbol epizodi butun Braziliya bo'ylab milliy qonun muhokamasini boshlab yubordi. Endi gap oddiy mojaro haqida emas, gap stadionlardagi irqchilikka qarshi keskin choralar haqida ketmoqda. Assalomu alaykum. Bugun Real Madrid va Benfica o'rtasidagi o'yindan keyin yuzaga kelgan mojaro qanday qilib Braziliyada Vinicius qonuni tashabbusini tezlashtirganini tahlil qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, mehnatimizni qadrlab like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi chuqur tahlillarni davom ettirishimiz uchun sizning qo'llab-quvvatlashingiz muhim. Chempionlar Ligasi doirasida Real Madrid va Benfica o'rtasidagi bahsda Vinicius Junior va Gianluca Prestiani ishtirokidagi mojaro Yevropadan tashqarida ham katta rezonans berdi. Braziliyada bu voqea siyosiy darajagacha ko'tarildi. AS nashri xabariga ko'ra, Braziliya qonun chiqaruvchilari stadionlarda irqchilikka qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida Vinicius qonuni deb nomlangan milliy tashabbusni tezlashtirmoqda. Qonun loyihasi avvalroq deputatlar palatasida kongressmen Chico Alencar tomonidan taqdim etilgan edi. So'nggi voqealardan keyin esa Sotsializm va Ozodlik partiyasi tasdiqlash jarayonini tezlashtirishni talab qildi. Taklifning asosiy mazmuni juda aniq. Hakamlar irqchilikka oid har qanday tajovuz haqida signal olsa, o'yinni darhol to'xtatish vakolatiga ega bo'ladi. Stadionlarda yagona majburiy irqchilikka qarshi protokol joriy etiladi. Sport tashkilotchilari uchun maxsus o'quv kurslari o'tkaziladi. Muxlislar uchun keng qamrovli ta'lim kampaniyalari tashkil etiladi. Huquq buzarlarni aniqlash va jazolashning samarali mexanizmi ishlab chiqiladi. Hozirning o'zida Rio de Janeiro va Rio Grande do Sul kabi ayrim shtatlarda mahalliy protokollar mavjud. Braziliya futbol konfederatsiyasi esa irqchilik holatlarida klublarga ochko olib tashlash jazosi berish imkonini tasdiqlab qo'ygan. Ammo qonun chiqaruvchilarning fikricha, yagona milliy qonun kuchliroq signal beradi. Real Madrid va Benfica o'rtasidagi bahsli epizod endi shunchaki sport yangiligi emas. Bu voqea tizimli o'zgarishlar uchun katalizatorga aylandi. Endi savol bitta. Vinicius qonuni haqiqatda ham stadionlardagi irqchilikni to'xtata oladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.